Hammaga assalomu alaykum. Ozishni xohlaydigan ayollar diqqatiga. Bilasizlar, chia urug'i bizni ozishimizga yordam beradi. Albatta, yog'larni eritadigan xususiyati yo'q, lekin bizni juda ham yaxshi to'q saqlab berishi uchun yaxshi ozdiradi deyiladi. Chunki buni haqiqat sifatida aytib ketaman. Agar kamroq yesak, albatta oshqozon ham xuddi sharday bo'ladi va sekin-sekin torayib boradi va shu hisobda sekin-sekin sizda ham yog'lar erishi va ozish kuzatiladi. Va har kuni ertalab bir osh qoshiq chia urug'iga bir bokal qatiqqa qo'shib ichsangiz, albatta obedgacha siz to'q yurasiz. Hamda bu birinchidan faqatgina ozdirib yoki to'q saqlab qolmasdan bu oqsil hisoblanadi va sizni chiroyli ozishingizga yordam beradi. Ya'ni kim yuzingiz osilib, qanaqangidir so'lg'in bo'lib ozmasdan chiroyli tarang bo'lib ozishingizga yordam beradi. To'g'ri, unaqa 20-30 kilo ves tashlaydi deb ayta olmayman. 5-7 kilogacha yaxshi chiroyli ves tashashingizga yordam beradi. Kefir o'zida bifidobakteriyalar saqlaydi va shu hisobdan bizni ichak faoliyatimiz yaxshilanadi, qabziyatlarimiz yo'qoladi va bilasizlar, ichaklarimizni o'zi ham juda katta yukni olib yuramiz, ayniqsa qabziyat bilan qiynaladigan ayollarimiz. Umid qilamanki, bu videom ham sizga foydali bo'ldi. Barchangizni yaxshi ko'raman. Sog' salomat bo'ling.